Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi huzuridagi Kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi, Respublika toponimika xizmatining faoliyati va amalga oshirilgan ishlari hamda yo'nalishga doir yangiliklar yuzasidan ma'lumot beramiz. O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi va geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi qonunlariga muvofiq geografik obyektlarni tizimlashtirish hamda ko'cha nomi va ko'chmas mulk raqami ko'rsatkichlarini o'rnatish faoliyatini tartibga solish maqsadida 2025-yil 30-iyuldagi geografik obyektlarning klassifikatori hamda ko'cha nomi va ko'chmas mulk obyektlari raqami ko'rsatkichini o'rnatish tartibi to'g'risidagi 475-son qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga muvofiq geografik obyektlar yagona klassifikator asosida turlarga ajratilib, ularning nomlanishi va hisobini yuritishda yagona yondashuv ta'minlandi. Shuningdek, ko'cha nomi va ko'chmas mulk obyekti raqami ko'rsatkichining shakli, o'lchamlari, yozilishi va unga doir texnik shartlarni nazarda tutuvchi ko'cha nomi va ko'chmas mulk obyekti raqami ko'rsatkichini o'rnatish tartibi va ko'rsatkichlarni tayyorlash va o'rnatish bilan bog'liq xarajatlar mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalari hamda qonunchilik hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan va yangi qurilgan, rekonstruksiya qilingan va ta'mirlangan ko'chalar, uylar, ko'p kvartirali turar joylar uchun ko'rsatkichlarni tayyorlash va o'rnatish bilan bog'liq xarajatlar qurilish tashkiloti yoki obyekt egasining o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirilishi belgilandi. Yana bir sohaga oid yangilik O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi va geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi qonunlariga muvofiq Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 9-yanvardagi aeroportlar, avtovokzallar va avtostansiyalarning nomlarini davlat tili qoida va me'yorlariga muvofiqlashtirish hamda ularga yangi nom berish to'g'risidagi 3-son qarori bilan 182 ta mamlakatimizdagi ayrim geografik obyektlarning nomlarini davlat tili qoida va me'yorlariga muvofiqlashtirish hamda yangi nom berish to'g'risidagi 4-son qarori bilan 121 ta tog' kon sanoati va geologiya sohasidagi ayrim geografik obyektlarning nomlarini davlat tili qoida va me'yorlariga muvofiqlashtirish hamda yangi nom berish to'g'risidagi 5-son qarori bilan 757 ta, jami 1060 ta geografik obyekt nomlari tasdiqlanib, davlat reyestriga kiritildi. Davlat kadastrlar palatasi Respublika toponimika xizmati boshqarmasi tomonidan 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, geografik obyektlarga nom berish va ularning nomini o'zgartirish bo'yicha hududiy komissiyalar tomonidan jami 100.674 ta taklif hamda Suv xo'jaligi vazirligiga qarashli buloq, daryo, kanal, ko'l, sharshara, soy va suv omborlari, tog' kon vazirligiga qarashli konlar, transport vazirligiga qarashli avtoshoh bekat, avtovokzal, temir yo'l stansiyasi, temir yo'l razyezdi va temir yo'l vokzallari, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligiga qarashli dara, dovon, do'nglik, cho'qqi, g'or, tog' va tog' tizmalari kabi davlat muhofazasidagi obyektlarni nomlash va qayta nomlash bo'yicha jami 4508 ta taklif davlat ekspertizasidan o'tkazish uchun taqdim etildi. Shundan 88901 ta geografik obyekt nomiga qonunchilik hujjatlariga muvofiqligi yuzasidan ijobiy ekspertiza xulosalari berilishi ta'minlandi. 16281 ta nom qonunchilik hujjatlari talablariga nomuvofiq deb topilib, qayta ko'rib chiqish uchun hududiy komissiyalar hamda vazirliklarning komissiyalariga qaytarildi. Shundan Vazirlar Mahkamasining qarorlari va viloyat, tuman, shahar xalq deputatlari kengashlarining tegishli qarorlari bilan tasdiqlangan qonunchilik hujjatlariga muvofiq bo'lgan 60.491 ta nomlar belgilangan tartibda geografik obyektlar nomlarining davlat reyestri bazasiga kiritildi. Jumladan Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 17-oktyabrdagi 651-son qarori bilan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli 320 ta temir yo'l vokzali, temir yo'l stansiyasi va temir yo'l razyezdi nomlari, 2025-yil 10-noyabrdagi 712-son qarori bilan 130 ta daryolar, soylar, ko'llar, buloqlar, sharsharalar, suv omborlari va sel suv omborlari nomlari davlat tili qoida va me'yorlariga muvofiqlashtirildi hamda davlat reyestriga kiritildi. Sizlarga Davlat kadastrlar palatasi matbuot xizmati yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar hozircha shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.